байрам күнү менен, ак ниеттүү педагогдук үн менен баарыңарга бакыт таалай каалаймын. Баалуу эмгек сапарына үндөгөн. Саламатсыздарбы урматтуу онлайн бүтүрүү кечебиздин катышуучулары, урматтуу мугалимдер, ата-энелер жана биздин сүйүктүү окуучуларыбыз. Dilda ziyo borki umri sarafroz, mayli u hamisha baxt bilan to'lsin. Ey aziz o'quvchi, ey aziz ustoz, bu kun bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, qalbimiz chiroqlari bo'lmish bitiruvchilar. Bugun biz shu o'tgan 2019-2020 o'quv yilini sarhisob qilgan holda onlayn tarzda so'nggi qo'ng'iroq marosimini nishonlamoqdamiz. Bugungi marosimni ochiq deb e'lon qilaman. Söz mektebimizin direktörü İsmailov Sadıkcan Jo'rabayevga beriladi. Assalomu alaykum aziz bitiruvchilar, hurmatli ota-onalar va bugungi oxirgi qo'ng'iroq marosimining ishtirokchilari. Bugun jonajon Qirg'izistonimizning barcha bilim dargohlarida 2019-2020 o'quv yilining oxirgi qo'ng'irog'i yangraydi. Qirg'iziston maktablari o'zlarining navbatdagi qaldirg'ochlarini mustaqil hayotga yo'llashadi. Men bugungi kunda barcha bitiruvchilarimizni, ota-onalarimizni va maktabimizning ustozlarini bugungi qutlug' bayram, oxirgi qo'ng'iroq bayramidan chin qalbimdan tabriklayman. Mana bundan 9 yil 11 yil avval maktabga qadam vaziyat qilgan bizning farzandlarimiz mana bugun maktabni bitirishib, mustaqil hayotga qadam qo'yishyapti. Bu bitiruvchilarimiz o'zlarining odobli o'qishlari bilan, mehnatdagi yutuqlari bilan, sport musobaqalarida qatnashishlari bilan, maktabimizning jamoat ishlarida qatnashish bilan o'zlarini ko'rsatdilar va bizni qalbimizda chuqur iz qoldirdilar. Hurmatli bitiruvchilar, men barchalaringizga chin yurakdan oq yo'l tilayman. Qayerda ishlamang, qayerda o'qimang, hayot sizni qaysi jabhaga tashlamasin, sizga men sog'lik tilayman, muvaffaqiyat tilayman. Eng yuksak insoniy fazilatlar, halollik, poklik, vatanparvarlik, kattalarga hurmat, ota-onalarni izzatini joyiga qo'yish holatlari sizga yor bo'lsin. Siz bugungi kunda maktabingiz ustozlarining bitta qalbining qo'lini olib ketyapsiz. Shu qo'l sizga umr bo'yi yo'lchi yulduz bo'lsin, sizni hayotingizda boshlovchi bo'lsin, sizga yo'l ko'rsatuvchi bo'lsin. Barchalaringizni yana bir bor bugungi ulug' ayyom bilan, oxirgi qo'ng'iroq bilan chin qalbdan tabriklab, barchalaringizga tinchlik, omonlik, sihat salomatlik, barcha orzularni ushalishini xohlayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, oq yo'l aziz bitiruvchilar. Кезектеги куттуктоо сөзү Ош шаардык кеңешинин депутаты Тажибаев Жыргалбек Дүйшеевич жана Ош шаарындагы номер 5 Амир Тимур муниципалдык аймактык кеңешинин төрагасы Исмаилов Хамидулло Халилуллаевичке берилет. Урматтуу биздин сүйүктүү, сыймыктуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүн мына көптөн күткөн күн да келип, баарыңыздар турмуш жолун аттанып жаткан учуруңар. Кече баарыңар мотурайган өбөктөр элеңер. Убакыт учкан куш демекчи, антип 11 жыл өтүптүр. Бүгүн баарыңар
bir kesipke ие болайын, қолымда белгілі орын елейін деген чоң мақсаттарыңарды қойып отырасыңар. Білегі күшті белді жеңет, білімі күшті меңді жеңет демекчи, ешқашан білім алудан шаршабаңдар. Мақсатыңарға жеткиле. Ак жол саған бүтүрүүчү. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын номер 5 Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында жайгашкан билим берүү мекемелеринин педагогикалык жамааттары ошондой эле быйылкы 2019-2020 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү. Сиздердин биринчиден 2019-2020 окуу жылынын ийгиликтүү аякташыңыздар менен чын билимден куттуктайм. Бүгүнкү дүнүйөлүк коронавирус инфекциясына байланыштуу карантиндин катаал шарттарына карабай, сиздердин жигердүү, талыкпас эмгегиңиздердин күчү менен аралыктан окутууну ийгиликтүү жыйынтыктап окуу жылын аяктап жатасыздар. Билим жана тарбия кылымдардан бери адамзаттын өсүп өнүгүүсүндө, калыптанышында, жөнөкөй айтканда, ар бир инсандын жашоодо өз ордун табууда негизги орунду ээлеп келет. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, биздин мамлекетибиздин бардык тараптан өнүп өсүшүндө жүгүмдүү билим тарбия берүүчү жалпы педагогикалык жамааттарга түйшүктүү, бирок сыймыктуу ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Ал эми биздин келечегибиз болгон жалпы окуучулардын сапаттуу билим алуу аркылуу келечекте мамлекетибизге, Кыргызстаныбызга, Ош шаарыбызга татыктуу инсан, мыкты адис, ийгиликтүү ишкер болушуңуздарга tilekteşmin. Mayramыңыздар менен дагы бир жол. Bitiruvchilarimizni tabriklash uchun so'z navbatini ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Qodirova Zulayho Mirsalijonovnaga beramiz. Aziz bitiruvchilar, siz hayotingizda eng muhim qadamlarni boshlash arafasidasiz. Shu vaqtgacha qadrdon maktabdagi ustozlaringiz va do'stlaringiz bilan o'tkazgan kundalik turmush tarzingiz o'rniga yangi hayot, ajoyib taassurotlar va tajribalar olamiga safaringiz boshlanmoqda. Mustaqil hayotga qadam qo'yishni boshlar ekansiz. Sizning kelgusi faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Jonkuyar rahbarlarimiz o'z bitiruvchilariga tilaklarini bildiradi. Hurmatli aziz bitiruvchilarim, mana bugun hayotingizdagi eng muhim qadamlarni boshlash arafasidasiz. Ushbu mustaqil hayotingizda sizlarga yorqin kelajak, oilaviy va shaxsiy hayotingizda ulkan zafarlar, mustahkam sog'lik hamda so'nmas iroda tilab qolaman. Qayda bo'lmang, omon bo'ling shogirdlarim. Kunlar kelib bo'larsizlar mashhur olim, kimdir rassom, kimdir bizdek bir muallim. Qayda bo'lmang, omon bo'ling shogirdlarim, unutmangiz sizga bergan o'gitlarim. Kuni kecha mittigina o'g'il qizlari, bugun mana kamolatga yetibsizlar. Qaynoq qalbli bu dargohda bilim olib, necha bora dog'ni ishg'ol etibsizlar. Orzulari kamalakday bitiruvchi, qaldirg'ochday uchishga shay bitiruvchi. Aziz bitiruvchilar, barchangizga oq yo'l tilab qolamiz. Gezektagi qutlug'to'y so'zi maktabimizning bitiruvchilarining ota-onalarine beriladi. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehribon o'quvchilar. Bugungi qutlug' ayyom mustaqil hayot yo'liga qadam bosar ekansiz. Sizlarga doimo tinchlik, xotirjamlik, hut baraka, kelsa ketmas davlat ato etsin Allohim. Ushbu qadam yo'liga sababchi bo'lgan aziz mehribon ustozlar, ayniqsa sinf rahbari, vaqti kelsa opa bo'lib, vaqti kelsa dugona bo'lib, ona bo'lib, bizlarning bolalarimizga yetakchilik qilgan Madinaxon Abdullajonovnaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu 7-maktab o'qituvchilari, fan o'qituvchilari, rahmat sizlarga. Chuqur bilim berib, bolalarimizni ardoqlab, shu yo'lga qadam bosishga sababchi bo'ldinglar. Aziz o'quvchilar, ushbu kunda men sizlarga tilagim, qayda bo'lmang, kim bo'lmangiz, odam bo'ling. Hayot gashtini surib, nurli ziyo bo'ling. O'zligingiz unutmang. Alloh sizga yor bo'lsin.
baxt, omad doimo hamroh bo'lsin. Oq yo'l aziz bitiruvchilar, biz keksalar, ota-onalar doimo sizlarning baxtingiz uchun duo qilamiz. Maktabimizning ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Qodirova Zulayho Mirsalijonovnaning bitiruvchilariga nakazi. Aziz bitiruvchilar, siz bugun jonajon maktabingiz, aziz ustozlaringiz bilan xayrlashib, mustaqil hayot sari qadam tashlamoqdasiz. 11 yil davomida ustozlaringiz sizni bilim cho'qqilari sari yetaklab, o'zlarida bor barcha bilimlarini sizga berdilar. Sizni jonajon vatanimizning yetuk farzandi bo'lib yetishingiz uchun butun kuch-quvvatini, qalb qo'rini sizga bag'ishladilar. Siz kelajakda ko'zlagan barcha rejalaringiz amalga oshsin. Maktabingiz va ustozlaringizni unutmang. Maktabning va ustozning nomlarini pok saqlang va e'zozlang. Oq yo'l sizga bitiruvchi, Alloh sizga madadkor bo'lsin. Gazetda bitiruvchilarimizdan maktabga jana muallimlarga bo'lgan qavlo tilaklari. Salamatsizlar va hurmatli muallimlar. Bizga ilim bulag'ini ochib, bilim bag'in balin jedirgan muallimlarimizga ömür bo'yi razıyız. Biz sizler menen sıymıqtanabız. Aru tilek balaga, ağa yeceke dedirgen, bilbegenin bildirip, bilim balin jedirgen. Maqto sağa muallim. Assalomu alaykum. Ilm berishni payg'ambarlarimizdan meros qilib olgan, insonlar orasiga yaxshilik urug'ini sochuvchi, dengizdagi baliqlar, yerdagi qurt-qumursqalar ham istig'for aytuvchi ustozlarim. Siz borsizki dunyoda ilm va ma'rifat, xayr saxovat, yaxshilik davom etmoqda. Hazrat ustoz Jomi aytganlaridek, siz misli qorong'ulikda nur sochayotgan quyoshdeksiz. Ustoz muallimsiz, qolganda zamon, nodonlikdan qop qorong'u bo'lardi jahon. Aziz ustozlarim, siz bizga bilganlaringizni xolis o'rgatdingiz. Yutuqlarimizdan zavqlandingiz, xafa bo'lsak xafa bo'ldingiz, suyunsak suyundingiz, o'z farzandingizday mehr berdingiz. Hurmatli va aziz ustozlar, biz sizga tashakkur aytamiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim aylaymiz. Buyuk ilm ildizi sizda mujassam. Turli xil sohadan berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik jussam ham yetuk inson kabi o'skay muallim. Qalbingizda doim mehr porlaydi. Go'yo u nur kabi bizni chorlaydi. Siz mening tundagi yorug' yulduzim, nurli kunduzimsiz, aziz ustozim. Aziz ustozlar, yana bir bor sizlarga ta'zim etamiz. Maktab olib qoldi sho'x yillarimiz, bo'ldi endi boshqa o'z yo'llarimiz, ulg'ayib borsak-da hali ko'ngli yosh. Xayr endi xayr aziz sinfdosh, sinfxonamizda qoldirgan iz, yosh to'la ko'zlarda shu izni iz, yil esa faqat sog'ich so'z. Xayr endi xayr aziz sinfdosh, qayerda bo'lsang ham sog' omon bo'lgin, olisda yursang ham mardona turgin, baxtli bo'l, omading kelsin ilohim. Xayr endi xayr aziz sinfdosh. Здравствуйте, дорогие учителя и ученики! Я хочу вас поздравить с последним звонком. В выпускном поздравлении мы хотим поздравить самых прекрасных людей. Это наши учителя. Делились щедро добротой, любви нам не жалели, чтобы настоящими людьми мы в жизни стать сумели. Спасибо вам, учителя, за знания и умения. Дай Аллах вам благо и терпения, сил, любви, доброты и терпения. Bitiruvchilar, o'z qasamiyotingizni bering. Biz 2020-yil bitiruvchilari jonajon maktabimizni mamlakatimizda to'lqinli o'zgarish bo'layotgan bir vaziyatda bitirmoqdamiz. Lekin shunga qaramay, 11 yil davomida biz jonajon maktabimizda
Aziz va mehribon ustozlarimiz bag'rida va ulg'aydik va ta'lim oldik. Biz bitiruvchilar, aziz ustozlarim, qilgan mehnatlari uchun bosh egib ta'zim qilamiz. Ushbu tantanali kunda maktabimiz va o'qituvchilarimiz nomiga dog' tushirmaslikka qasamyod qilamiz. Qayerda ishlamaylik, qayerda o'qimaylik. Vatanimga sidqildan mehnat qilaman. O'qishga, vatanimizni jondan ortiq sevishga va uni har qanday talablarga labbay deb javob berishga qasamyod qilamiz. Umrimiz bo'yi rostgo'y, mehnatsevar, insonparvar bo'lishga, ota-onamiz, ustozlarimizni e'zozlash va hurmat qilishga qasamyod qilamiz. Maktabimizni va ustozlarimizni hech qachon unutmaslikka, vatanimizning bayrog'ini yanada ham baland ko'tarishga qasamyod qilamiz. Tabriklashib kimnidir kimlari, berilmoqda dastalab gullari, nahot endi qaytmas bu yillari, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Ушуну менен бүгүнкү онлайн бүтүрүү кечебиз өз соңуна келип жетти. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, барыңыздарга ак жол.